Assalomu alaykum Sho'g'i. Alaykum assalom. Ke uka. Tinchlikmi? Ertalabdan. Tinchlik. Dadam aytganda bir chelak qor beraverar ekansiz. Hozir men bunga bir chelak qor bersam, bu borib keyin qo'shnisiga aytadi, bu qo'shnisi ham kelib bir chelak qor so'raydi, keyin o'zimda qor qolmaydi. Tinchgina yo'q deb qo'ya qolaman hozir. Hozir bu uka qor sal kam yog'di-da. Bir haftadan keyin kelgin. Dadangga aytdim, xo'pmi? Hop, bo'pti da. Mana. Sizlarda ham shunaqa past qo'shnilar bormi? Jo'natib qo'yasizlar. O'zi qor yo'q, qor so'raydi.